ham dam olasiz, ham davolanasiz. Tayloq tumanidagi Daler Med Servis sog'lomlashtirish markazi ana shunday imkoniyatni taqdim etgan holda sizga o'z eshiklarini ochadi. The stars come out and all night long. I just can't get enough. Dance the night away, let somebody drink a little more. And it goes like this. Party rock is in the Bu yerda tinchlik va shifo uyg'unlashadi. Professional tibbiy xizmatlar, 40 dan ortiq muolajalar, qulay dam olish sharoitlari barchasi siz uchun. Markazimiz 4 ta asosiy korpusdan iborat bo'lib, bemorlarimiz adashmasliklari uchun 4 ta nom bilan atalgan. Masalan, ushbu binomiz Registon bloki, bu esa Amir Temur bloki. DJ, what you Keyingi binolarimizga esa maxsus mini avtobuslarda boramiz. Har bir bemor bir muolajadan ikkinchi muolajaga qulay va xavfsiz yetib olishlari uchun mana shunaqa maxsus mini avtobuschalarimiz mavjud. Hozirgi kelgan binomiz esa markazimizning 3-binosi, Saksiyana 1 binosi. Endi esa Saksiyana 2 binomizga qarab yo'l olamiz. Bu esa Saksiyana 2 binomiz. Endi esa markazimizning 4-Ulug'bek binosiga qarab yo'l olamiz. Bu esa markazimizning eng so'nggi Ulug'bek korpusimiz hisoblanadi. Har bir blok o'ziga xos yondashuv, muolaja va sharoitlarga ega bo'lib, keyingi videolarimizda ular haqida alohida va batafsil tanishtirib boramiz. Daler Med Servis bu yerga shifo izlab emas, sog'lomlikni his qilish uchun kelasiz. O'zingizga g'amxo'rlik qilish va qayta tetiklik his qilish vaqti keldi. make me move like